Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylarga tarqaqlashib o'ltiraqlashgan aziz Uyg'ur vatandoshlarım, millatim yaxshimisizlar. Men vatandoshlar Ablajon Leylnaman, Amerikadan so'zlayapman. Bugun 2022-yili 12-oyning 25-kuni shanba. Men bugungi bu videoluk söhbetimde bir qancha kun ilgari Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi nomidan xalqimizga yo'llangan bir keng ko'lamlik chaqiriq ustida tafsili bir tushuncha bermoqchiman. Aziz vatandoshlarım, biz tashqi dunyoda bir asrga yaqin da'vo ilib bordik. Ya'ni ko'z yeshi qilib yig'lab keldik. Ama bizning endi bununla xatimi berdiğin vaktimiz geldi. Biz davamlı haz içip yığlap başkalarının histaşlığını kozgaş üçünla başka devletler ve cemiyetlerge yol örüp ötemdik. Ya ki bir millet süptide uyuşup, ittifaklaşıp, hemkarlaşıp, birleşip düşmanımız anlaydıgan tılda onunla karşı resmi bir şiddetlik zerbi berişinin yolunu izlep tapandık. Ondan olsa düşmanımızga hani aşındak atom bombası, yadro koralları, 1 milyar 400 milyon ahalisi ve muntizim armiyası boğan bulup mu nüfusunun köpliğinden paydalanıp işlep çıkırış materyallarının, esliyalarının ezen buluş özelliğinden paydalanıp dünya soda pazarını igellavatkan bundak bir düşmanımızga resmi şekilde bir şiddetlik, korallık karıştırışının yolu var mı? Elbette var. Xalqaro qonunlarda hem belirlengen. Elego biz bir müstakil ziminin ilgiskemiz, hatta öz razılığımız ülen, ma'lum bir devletinin otonomisi bulup kalgan takdirdi mu, şu hakimiyet özleri, tevasidiki otonom orunlardaki xalqlarının hak hukukları, insan hakları ve mevcutlığına tesir yetkizdiğen iş, hareket ve faaliyetlerini ilip basa, yani kırgınçılıkla ilip basa, şu referandum arkalık, yani halk öz razılığı ile onun otonomiyasına aylangan milletlerinin mu, kollarına koral ilip şu hakimiyetini koglap çıkarıp, özünün müstakilliğini cakalaş hukuku var, dep belirlengen. Ondan olsa xalqaro kanunlarda bir milletinin öz razılığı ile umumi milletinin ovazi bilen ketilgan bir hakimiyetini şu şekilde koglap çıkardığan hukukları bakken, o halde bizge okşaş müstakil devletiden ayrılıp kılıp, taşqi dünyada sürgün hayat jürüyatkan milletlerinin elbette kollarına koral edip ve korallanıp, düşmanıga karşı şiddetlik bir hareket ilip beriş, hak hukuklarımız var. Bu bizden Allah'ın en mukaddes kitabı ve xalqaro kanunlarda, insanlar tarafından yazılgan kanunlarda makullangan hukuklarımızdan biri. Ondan sonra biz taşqi dünyada bir asırga yakın bu davalarını doğru ipadık mı? Yok. Onun için bugün günde halkımız milyonlarca muşu 21. asırda bütün satelitler, yani medyalar şundak aşkari, hem adamın kolunda kameralık telefonlar boğan, mana muşundak bir günde Xitay hiç deptatmasın, hiç numus kılmasın, bütün şermendicilik en eşeddi usullar ile halkımızını kırıp, türmelerge, lagerlarga solap, xuddi haşaretlerini yok tutuş için hareket ilip beriyotgan bir guruh süptide halkımızını kırıvatıdı. Ama biz taşqi dünyada yanılım adım şundak rahimsiz, şefkatsiz, dinsiz, imansız, intayın suikast ve hilimikirlen bütün vücudu kaplangan, özlerini millet dep ataşkımış şartı toşmaydıgan mana muşundak bir iflas bir millet ve onun hakimiyeti üstüden şikayet kılıvatımız.
yig'layapmiz. Namoyishlar qilyapmiz. Toplashib uya-buyalarda namoyish orqali qarshilik bildiryapmiz. Xalqaro sahnalarga chiqib, qo'limizdan kelishicha tirishib, ahvolimizni anlatyapmiz. Ammo buningla bilan xalqimizning kundalik siyosiy ahvoli ve bugünkidek bir millet sifatida irqiy qirg'inchilik uchrashdek mana mushundaq rezil bir tragediyalik ahvol o'ngsaldimi? Yo'q. Buning sababi yuqorida biz deganimizdek, Xitoy o'zining azon emgak kuchi ve xalqaroliq savdo o'rnidagi olayliklardan foydalanib, iqtisod ve harbiy qurollarni haqsiz boshqa davlatlarga berish ve iqtisadi jihatdan ularga yardım qilish, ularning qurilish sanoat aslihalariga kuch ve mablag' selish orqali bizning haqliq da'volarimiz ve yig'izorlarimizni boshqa davlatlarning anglishidan jiroqlashtiryapti. Bu tabii. Düşman ana aşındaq qiridi, o'ltirdi, chanaydi, chapidi, qamaydi, solaydi. Bu düşmanning birdan bir xususiyati. Undaq bo'lganken biz buni chanidi, solidi, o'ltadi, qamidi deb shikoyat qilamdik. Yoki bizmi xuddi shuningga o'xshash bir kuchli shaklda bir millat sifatida uyushib, bizmi bir amal qilib shu anglaydigan tilda biz o'q ovozi, qurol ovozi ve askeri kuch bilan bunga javob beramiz. Düşmanimiz gerçi qancha kuchli bo'lgani bilan o'xshash sharoitda u shunchalik bir qo'rqinchli millat ki, u agar xalqimiz o'rnidan turib bir millat sifatida uyushib uningga qarshi bir pay o'q atgan kuni u Xitoy metnimiz tuprog'idan uning qonunsiz o'tkab chiqqan puhralari tamamen qochib ketdi. Bu burun bizning beshimizdan o'tgan, biz bir ko'rgan haqiqat. Her qanday bir hakimiyet özünün hükümranlığını yürgüzüş için özü mustamlika ostiga olgan o'rinlarga öz puhralarını köplep yerleştiriş arqılıqla özünün bu siyasi gayesini ve mustamlikçilik siyasetini amalga oshiralaydi. Onun için onun kanunsuz köşmelleri ve bu hakimiyet bizning beguna xalqimizni, analarımız, singillarimiz, bolalarimiz, qizlarimiz, o'g'illarimiz, ota-onalarimizni beguna faqat shu zaminning egisi, xo'jisi bo'lganligi uchun o'ltirib yo'qotgankan, u holda bizmi shu shaklda vatanimiz tuprog'iga qonunsizlarcha ko'chirib chiqqan bu ko'chmanlarini normal xalq inson deb qaramay, onun bir tecavüzçi hükümran sınıfının öz tecavüzçiliğini, hükümranlığını yürgüzüş için məqsədli halda vatanimiz topraklarına orlaştırgan bir şekli özgergen asker deb tanımamız lazım. Çünkü düşmanın siyaseti onun ahalisinin köpeyişiyle elip verilatıdı. Demek biz tashqi dünyada bir asrga yakın belimizge ak bağlap, hazi içip, yığlap da keldik. Endi bizning tashqi dunyodagi elib berayotgan da'volarimizga vakillik qilayotgan tashkilotlarimiz-chi hozir bundaq tashkilotlarning bir qismlari taraqqiy qilib, masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyi hozir Uyg'urlarning ichidagi barliq kishilik huquq, inson haqlari tashkilotlari ichida bir qadar taraqqiy qilgan, odam soni bir qadar ko'p bo'lgan va uning tashkiliy apparatiga ko'plagan odamlar o'rlashgan xalqaro sahnalarda bir qadar öz rolini joriy qildirayotgan kishilik huquq, inson haqlari tashkilotlari bo'lib, endi bularning elib berayotgan davosimi xuddi biz yuqorida degandek bir asrga yaqin elib kelayotgan davorimizning davomi. Ya'ni ular davomliq o'limdan keyin nazar chiroqlarga berib, beliga oq bog'lab yig'laydigan hozdalar ve uning vakili bular. Ular hech qachon u o'lgan shu kishining nima uchun o'lganligi, qaysi düşmanning qo'li bilan o'ltirilganligi, nima uchun shahid bo'lganligini bilib, uning intiqomini, qisosini olish uchun emas, faqat u o'lgandan keyin shu nazar chiroqqa berib, beliga oq bog'lab, qo'shaq etib yig'laydigan bir hozdalik rolini o'ynab keldi. Ular deydiki, bizning eng oxirgi g'oyamiz mustaqillik, zamin davosi.
vatanimizning mustaqilligi bizning kech kunduz o'ylaydigan birdan bir g'oyamiz. Ammo uning yetib berish uchun biz boshqa bir yo'llar bilan harakat etmamız lozim deb faoliyatni bu shaklda olib boradi. Ammo ularning xalqimizga anlatayotgan bizning birdan bir g'oyamiz mustaqillik, vatanimizdagi eshaklardan tortib mustaqillik deydigan bu so'zlari faqat o'zlarini qo'g'dash ve haqiqiy mustaqillik zimin haq talab davosi ve uningdan boshqa hech qanday bir narsa bizni qutuldirolmaydi deydigan avom xalqni aldash uchunla ishlatilgan iboralardir xolos. To'g'ri, ularni Uyg'urning farzandi, ularni Uyg'urning o'g'lonlari, balkim uning mustaqil ozod hur yashash orzusi bor. Ammo bularninki vakillik qilayotgan, bular ish ilib berayotgan ve bular to'plashib yig'ilgan bu tashkilotning nizomnomasida, ya'ni bu tashkilotni harakatlantiradigan motorida, ya'ni buning eng nozik mushu tashkilotni yurgizadigan sistemasida bunday narsa yo'q. Uning barig'i faqat o'z taqdirini o'zi belgilash millatlarning, ya'ni inglizcha self determination. Undan olsa self determination degan nima? Self determination deganimiz millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi degan gap. Undan olsa biz Uyg'urlar mushu self determination huquqimizni ishlatalamdik? Yo'q. Uni ishlatish uchun bizda kuch, bizda qurol bo'lmog'i lozim. Undan bo'lmaydi ekan, bizning xalqimizni bugun kunlikda yig'ib, agar xalqning ra'yini sinashga to'g'ri kelsa, undaq bir referendumda biz o'tirib qo'yamiz. Shuning uchun bizning tashqi dunyoda elib berayotgan kishilik huquq, inson haqlari da'vorimiz bizning xalqimizni haqiqiy ma'noda hur va ozod mustaqil yashaydigan bundaq bir sharoitni ta'min etalaydigan iqtidori yo'q. Buni ko'ryapsizlar. Agar namoyish bilan xalqaro sahnalarga berib yig'lash va ahvolimizni og'iltish bilan bu davorimiz, bu zimin haqtilab mustaqillik davorimiz amalga oshgan bo'lsa, u holda bugungacha uning natijasini ko'rgan bo'lardik. Aksincha, bizning xalqimizning ahvoli kundan kunga yomonlashib ketmoqda. Demak, biz kishilik huquq, inson haqlari va namoyish kuch ko'rsatish bilan Xitoydek bundaq bir dinsiz, imansiz, rahimsiz bir jahongirni yengishga bo'lmaydiganligini to'nib yetdik. Unda olsa bizning tashqi dunyoda haqiqiy ma'nodan vatanimizning mustaqilligi, xalqimizning erkinligi, hurligi, ozodligini kapolatga ega qiladigan shu ziminga xo'jayinlik qilishdan iborat bundaq bir eng sharaflik, eng ulug', eng muhim bir ishni cho'qim vujudga chiqaradigan bizning bir hukumatimiz bo'lmog'i lozimdi. Ammo Xitoy kommunist hokimiyati Uyg'urlarning tashqi dunyoda cho'qim bir surgunda hukumat qurib, uning atrofiga o'lishib, kelgusida bular bir millat sifatida uyushib, o'ziga qarshi qurolliq bir harakat qo'zg'ab, bu ziminning egilik huquqini, mustaqilligini asli keltirdi va keltiralaydi degan bu endişisi ve bu tarihi paketinin qattiq qo'rqqanligi uchun Sharqiy Turkiston surgunda hukumati degan bundaq bir muhim, intayin bir sharafli ismni o'z xalqidan biroqla ayirib 4-5 odamning qo'li bilan naiti axloqsizlik, bangvoshlik ve siyosiy hamoqatlik bilan qurg'izib, xalqimizni bundaq bir sharafli ismning orqasida turmaydiganlar emas, Sharqiy Turkiston surgunda hukumati desa, o'z xalqimizni mazoq qiladigan bir vaziyatni shakllantirdi. Demak, bundaq bir sharafli nom ve bunun xalqni bir mustaqillik zimin haq talab davosi bilan bir bayroq ostiga yig'adigan bundaq bir iqtidorni tamamen amaldan qoldirdi. Bununla yana razı olmagan Xitoy kommunist hokimiyati mushu millatimizning ichidagi o'zini
xalq uchun xizmat qilaman deb atagan bir qism ilg'or siyosiy shaxslarimizdan va uning vatanparvarligidan foydalanib va uni suiiste'mol qilib bu hukumatni xalqimiz ichida va xalqaro ichidagi obro'yini tamoman to'kib bo'lgandan boshqa yana buni 5 parchalab Uyg'ur xalqi uchun 5 surgunda hukumat, 5 prime minister ve 5 meclisni berpa qilib, buni xuddi kichik bolaning oqchaylam o'ynagan o'yinidek yo'q chiqarib, xalqimiz ve xalqaroning oldidagi obro'yini bıraklar yerga urdi. Ama shundaqdimi xalqimiz yana biz bu hukumatimizni qo'g'dab qilishimiz kerak. Bundaq parçalanıp kesse bu hakikaten doğrulmaydı deb bir vekiller ömüge saylap çıkıp bular bilen ayrım aldı köreşti. Ama neticede her beşi özünkini doğru deb ittifaqlashishga, birlashishga unamadi. Unda bo'lganken buni qanday hal qilamiz? Növbette biz naydi dikkat qilmasak bo'lmaydigan intayin nazik bir vaziyat göz aldığımızda turuptu. O bozumu demokratik Xitaylarının o'ttirg'i chiqishi. Ve onu Uyg'urlar ve bir kısım Uyg'ur teşkilatlarının hozirgi mevcut Xitaydan farqli qarashi. Bu bizni texmo intayin qattiq o'ylantiradigan navbatdagi eng nazik masalalarning biri. Ayni vaqtda bu Xitoy Kommunist Partiyasining sekretari Mao Zedong degan Xitoy 3 viloyat inqilobini Jungo azatlık inqilabının bir kısmı deb xuloslab, bizning ayni vaqtdagi qurgan hukumatimiz ve oqqan qonlarimiz ve şehitlerimizning qurban ve jang uchun bergan jon qonlarini yo'q chiqargan edi. Agar biz bu ketim yana dikkat qilmasak, yaqinda Amerika boshliq Yevropa davlatlari ve bir kısım Xitoy demokratlarının kuch ko'rsatishi bilan Xitoy komünist hakimiyeti ağdırılıp onun ornaga demokratik Xitoy bu devletinin başkuruş hukukunu qo'liga olsa, o halda hazırkidek maqsad işimiz ki biz kelgüsüde kurulduğun demokratik Xitoyning bir parçasına aylanıp, uçağda yana bir Xitoy Mao Zedongdek o'ttirg'i chiqib, Uyg'urlarning bir asrga yaqin tashqi dunyoda elib borgan barliq da'vo va inqilobları Cumhuriyeti demokratiyalashtirish inqilobining bir qismidir deb xulosalab, bizning millatimizni o'zining yana bir avtonomiyasiga aylantirib, bu millatning zimin va ixtilof davosini mangu qilinmaydigan bir vaziyatni shakllantirish ehtimoli nihoyat cho'ng. Uning uchun hozirgi 5 parchalangan bu Sharqiy Turkiston surgunda hukumatlarini xalqimiz her bir o'zlari turgan davlat ve mahalle, şehirlerde öz qo'li bilan bir kişinin ovozini berib, bir reis ve bir vaqt hukumatni qurib chiqib, uni o'zamning hukumati o'zamga vakillik qiladi. Xalqaroliq sahnlarda manga vakolatan shartnomalarga, kelishimlarga imzo qo'ydi deb o'zlari saylab chiqadigan bir Uyg'uriston vaqt hukumatini qurib chiqmagimiz lozim. Unda desak deydi ki, unda qo'ysa biz 6-chi hukumatni quramdik. Sen bundaq bir vaqtliq hukumatni qurish iltimosini chaqiriqini o'tirib qo'yish orqali sen 6-chi hukumatni qurmoqchimi deydigan savollar tug'iladi va tug'ilyotadi. Albatta. Bundaq savollarni qo'yish albatta yo'lliqchiligi bizning beshimizdan o'tdi. Ammo bu yerda biz bir narsani unutib qo'yapmizki, bizning tashqi dunyoda bir asrga yaqin ilib borgan da'volarimizda ve teşkilatçılığımızda intayin çoğun bir hatalık var. O bo'lsa-mu xalqimizning ovozi, ya'ni Uyg'ur xalqi o'zining bir inson bo'lish sifati bilan bir bilet tashlaydigan, o'z ovozini tashlaydigan bir huquqini ijro qildirmaganligi uchun bugünkidek qalayimqanchilik kelib chiqdi. Endi bundan keyin biz bunga xotim bermagimiz lozim. Yo'q, desin xalqim. Men saylayman seni. Men bektiman seni. Mening ovozim bilan o'tirsan bu vazifaga, mening ovozim bilan qursan bu jamiyatni deyilish kerak. Undaq desak, hozirgi mavjud tashkilotlarimiz,
ve mevcut hazırki sürgünde hükümetler ne deydi? Biz bu dünyanın hem yerden vekillerini yığıp halkımız saylap bakan vekiller arkalık saylandık deydi. Yok. Saylam bundak bulmaydı. Eğer saylam bu şekilde olsaydı Amerika'da başka devletlerin misal almayla Amerika'nın misal alsak Amerika'da bu 435 meclis azası var. Onu mu bütün Amerika'daki her bir 50 state'in parça saylap üretken ve her bir state'nin işkiden saylap bergen 100 nefer senatörü var. Ular hazır Washington'da oturarlar. Eğer Uygurlarının ki hazırki teşkilat ve hükümetleri halkımızdan vekilleri bize sayladı diyen bu saylam prensipini doğru dep karısa o halde Amerika'daki 435 kongresiyle 100 senatör Amerika'nın prezidentini sayısı bulattı. Yok. Amerika'nınki devlet reisini avam halk saylaydı. Bula emez. 435 kongres 100 senatör emez. Her bir state'lerinin her bir yezi, kışlak, şehir, mahalleleri geçe ayrım avaz beriş orunları kurulup her bir adam özünün avazını taşlap prezidentini, reisini saylap çıkıyor. Bak bu ne demekçi? Bizden halkımız mı bir millet bunu süpütü bilen özünün bir tal bilet avazını koğduş gerek. Mening avazım yok kurulgan hiç kandak bir teşkilat ve onun rahberini ben itiraf kılmayman diyeliş gerek. Ve özü aktiflik bilen bir saylam beltin taşlap bu hükümetin reisini ve bunun kabinetini kurup çıkış gerek. Onun için bu ketimki kurulmakçı boğan bizninki vakitlik Uygurlardan vakitlik hükümeti çokum barlık dünyanın hem yeriga tarqalışıp oturaqlaşkan Uygurlar ba mahallelergice birden sandık ivetilip şu sandık içine taşlangan biletler sanılış arkalık bütün dünyadaki umumi bilet ovazıga qarab sayınıp çıkış gerek. Şu çağda bu halk bu hükümetni mening hükümetim dep özünün köz qarchığını asırgandek asıraydıgan ve onun arkası turup qoğdaydıgan ve onun özüge vakaleten xalqaralıq sahnelerde faaliyet ilip berişini itiraf kıldıgan bir vaziyet şekillandi. Unda olsa deydi ki buna emisi bu 5 Şarkı Türkistan sürgün hükümetini sen bir yerge solap yoki itip yok tutamsiz bularni qanday yok desa degan savol tug'ildi. Bularni bizning itip solap yok tutishimizning o'rni yo'q. Yanıla bunu mevcut kılıp ve yoktadigan narsa fakat abay biz degandek xalqimizning ayrım öz bir tal biletini tashlash orqali bularni o'zligidan amaldan qoldirib o'talaydi. Xalq buni qilaydi. Shunga bugundan e'tiboran barliq Uyg'urlarga vakillik qilamiz deydigan har qanday bir tashkilotning raisi, rahbarlari cho'qim avam xalqimiz tarafidan sayılıb çıkmağı lazım. Eğer kimden kim özünün avazını avam xalq sanmay, özünün köngli yıkılları, jutluqları bir sorunda oturduğun, micazi kiliştiğin adamlar bilen toplaşıp kurvagan her kandak teşkilatlar bugünden tat emelden kaldırılış gerek. Hatta hazır Uygurlar bir kadar mükemmel dep qaragan Dünya Uygur Kurultayımı özünün ki bunun dinkinki reisini avam xalqning sayılışıga taşlash gerek. Onun özleri yaxshi ko'rgan adamlarni yig'ib kelgan vakilleri bilan emas. Odatdagi Uygur xalqi, Uygurlarning fuqarolari bir taldan tashlagan bilet bilan sanduqdan chiqish kerak bular. Bo'lmasa uni e'tirof qilmaslik kerak. Tarixdan tartib hozirgacha bizning tashqi dunyoda elib borgan da'volarimizda qanday qildik? Biz o'zimiz ko'nglimiz yaqin ve micazimiz kelişidigan yoki ma'lum bir manfaat ustida ittifoqlashalaydigan mana shunday bir kuchlar bir yerga yig'ilib olib o'z oldiga o'zlarini saylaydigan odamlarni yig'ib kelib davomli saylam o'tkazib xalqimizni aldab keldik ham kelyapmiz. Uning uchun bu xatolik bizning partiyamizdimi bo'lmasligi kerak. Shunga men bu qitim bu xalqimizga qo'ygan chaqiriqimizning orqasida turib, uning xizmatini qilaman.
butkul dünyadaki barlık Uygurlarning bilet taşışıga kapaletlik yaratib beraman. Ama özümni bu qitim quruldigan hökumetke namzatlık gözetmeymen. Eğer onunla namzatlık özümni gözetsem, o halde ben bu faaliyetini normal ilip baranmagan bolumen. Şuna bizden partiyerimiz fakat halkımız üçün mana muşu bunun keyinki barlık dava inkılap güreşlerimizde meyli cemiyet kuraylı, meyli teşkilat kuraylı, meyli armiya kuraylı, nimiş kısa kılaylı da onu halkımız saylaydıgan, halk tarafından saylandıgan bir vaziyetini şekillendirmekçi biz. Onun için biz halkımızın hizmetine kıgıl çıktık. Şunda kıgançığımızda hazırki mevcut özünü hükümet dep atıvagan ve özlerine reis prime minister dep atıvagan hatta bir keçide asası kanunlarını tegiştirip özleri xalagan adamlarını vazifeye koyuvagan bu hükümetler halk tarafından bırakla amelden kaldırdı. Bu halkımız şu isimladı bolsun ki hiç kandak bir teşkilat ve hiç kandak bir guruh öz halkının saylam avazını anmay turup mevcut bolganken o halk tarafından amelden kaldırıldı. Çünkü dava, inkılap, küreş adam bilen boludu. Halkım sizler bulmagan iş bulmaydı. Halkaramı keynidi milleti egeşmegen bundak teşkilat guruhlarını hiç kadar etiraf kılmaydı. Şuna bütün hukuk sizlerde halkım. Biz saylayımız bu reislerini. Biz biktimiz bu teşkilatlarını. Biz emelden kaldırımız ve biz kurup çıkımız. Dep bu hukukni halkımız kolumuzga almamız lazım. Bugünden itibaren her kandak bir teşkilat özаңlar turvatkan yerden vekili vettinlar. Şu vekiller bizni sayılsın dese işenmanglar. Bu saylam emez. Sizning avazınız çıkmığı lazım şu sandıkka. Sizning avazınız çıkmığı gerek şu sandıktan. Bunun dikin her kandak bir teşkilat, her kandak bir partiye, her kandak bir hükümetke özünü gösterdiğin her kandak bir şahs çukum. Xuddi Avrupa demokrat devletlerine okşaş, özü bu vazifini asan nima ishlarni qildiganligini xalqimizga to'xtamay anglatsin, o'zaro zo'kinlashsin, raqobatlashsin, fikrlarini, ideyalarini o'tirg'i qo'ysin. Shuningga qarab xalqimiz buning ichidan eng to'g'ri chuqur mushman vakillik qilsa bo'ladi deydigan odamni xalqimiz tanlasin. Siz tanlang. Sizning vakillaringiz emas. Hashamatlik yig'inlarni ichib bu oteller yani mehmanxonalarga pul to'lab, uning iqtisodlarni sarf qilib, dog'dug'uliq yig'inlarni ichish orqali saylam qilgandek ko'rsatayotgan bu saylamlar yolg'on. Bu o'ntinsiz itbog'li urdigan haqiqiy saylam turib, bular undaq rangvozlik qilishiga endi yo'l qo'ymanglar aziz vatandoshlarım. Undaqlarga pulmi bermanglar. Chunki ular sizlarning pulinglarni ilib, sizlarning ovozinglarni cheklayotgan bir diktatorlar ular. Bunaqa xatim bermigimiz lazım. Onun için sizning mahallangizga bir qog'oz yeshik deganni 10 tiyinga beradigan narsa bu bekor. Hammamizning uyidan chiqdi bir yeshik. Og'izni chaplab, bayrog'imizni bekitib, o'ttirni teshib, shu mahalda 10 odam bo'lsa 10 odam, 100 odam bo'lsa 100 odam, mayli qancha odam ovoz bersin va ya bermasin, bundaq sandiqlar shu yerga qo'yilib, hozir media intayin kengri. Shu naq maydondan shu biletni sanab chiqarib, butkul dunyodagi ovozlarni biriktirib, bizning rahbarimiz şu sandıktan çıkmak lazım. Sizning ovoziniz orqali çıkmak lazım. Bo'lmaydigan biz haqiqiy millatimizni mustaqillik, zimin ve haq talab davosini qildigan hozirgi eng xalqimiz tarafından e'tirof qilingan bir hukumatimiz texi yo'q. Agar hozirgidek bu 5 hukumatning mavjud bo'lishini ruxsat qilsak, kelgusida mayli Yevropa davlatlari bo'lsin yoki Xitoy bo'lsin, bularning ichidagi bir hukumatni gap olaydigan birisini tepib, uni butkul Uyg'urlarning zimin haqtilab va mustaqillik davosining birdan bir vakili qilib osmonga ko'tarib chiqib, shuni qo'l qo'ydirish orqali bu millatning mangu mustaqillik va zimin davosi qilish huquqini tamamen mahrum qilishi mumkin. Ularning ichidagi birasini ko'tarib chiqib, oliy avtonomiyadagi bir shartnomaga qo'l qo'ydirib, ondan uni chiqib bu Uyg'urlarning mustaqillik zimin davosiga vakillik qildigan hukumatı deb e'lon qilish mumkin. Ondan hozirgi mavjud kishilik huquq inson haqlari tashkilotimiz albatta o'zining prinsipi bo'yicha buningga ma'qul deylik. Ular ma'qul deydi. Ishoninglar buningga. Shuning uchun bu nozik vaziyatda biz
Buningdan keyin çoqum qurmoqchi bo'lgan bu hukumatimizning reislari xalq ichidan, mayli o qaysi tashkilot, qaysi partiya, qaysi dernek olsun, o'zini xalqning ichiga etib, o'z va'dalarini, qasamlarini berib, xalq tarafidan saylanmoq lozim. Shu chaqda biz bu davoni qo'g'dab qila olamiz. Shunga eng oxirida yana qattiq bir eskartadigan yerim, bu davoni ilib boradigan tashkilot va shaxslar xalqni o'zlari bir qorong'i uyda qurilib xalqni yetaklamaslik kerak. Xalq tarafidan saylanib, xalq uchun xizmat qilish kerak. Biz bir xalq sifatimiz bilan biz belgilaymiz bu prinsiplarni, biz bekitimiz bu tashkilot rahbarlari va reislarini. Shunda qilganchig'imizdan ondan biz haqiqiy bir millat sifatida o'zimizning yo'lliq inqilob va kurashlarimizni amalga oshirib, oxirgi vaqtda sog'lom holda mustaqilligimizni qo'lga keltira olamiz. Undaq bo'lmaydi ekan, hozirgi vaziyatdagi bir qism kishilik huquq inson haqlari tashkilotlari o'zlaridagi nizomnomasida self determination, ya'ni millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash prinsipini kirgizib qo'yib, tashqi chet el matbuotlariga kishilik huquq inson haqlari, Xitoy bizning kishilik huquqimizni daxlda o'zgartiryapti, inson haqlarimizni dafsanda qilyapti. Undaq shu narsalarni sana bersa, ishing tuganda ular uchun tugaydi. Uning uchun bunga yo'q deydigan bir hukumatimiz bo'lmog'i lozim. Uni xalqimiz qurib chiqmog'i lozim. Shuning uchun bugundan e'tiboran xalqim mushu soatdan boshlab butkul Uyg'urlarning tashqi dunyoda ilib boradigan mayli kishilik huquq, inson haqlari bo'lsin, mustaqillik zamin davosi bo'lsin, xalqimga vakillik qilaman deydigan har qanday guruh va tashkilotlar bundan o'zlari qurilib, ondan xalqqa e'lon qilish emas. U qurilishdan burun yoki qurilib bo'lganlari bundan keyin saylanlarni xalqimizning ichiga tashlamoq lozim. Xalqimiz saylab chiqmoq lozim. Shunga huquq sizlarda xalqim. Sizlar kontrol qilishinglar kerak bu davoni, sizlar boshqarishinglar kerak bu davoni. Undaq bo'lmagan chaqda bular sizlarning ruxsatingizlarsiz bir guruh va tashkilotlarni qurib, sizlarga vakolatan ba'zi bir shartnoma va kelishimlarga imzo qo'yib, sizlarni set o'tishi mumkin. Shunga bugundan e'tiboran xalqimiz o'zi ovoz bermagan har qanday bir shaxsni e'tirof qilmaslik kerak. Mana shuning ichida, yana birisi shuning ichida. Shunga yana bir qitim eskartmanki, biz umumiy xalqimizning ovozi bilan saylanadigan bu hukumatni o'ttirg'i chiqish uchun bizning partiyamiz butun vujudi bilan xizmat qiladi. Ammo hech kim o'zini bu partiyadan bu qitimqi hukumatga nomzodlik ko'rsatmaydi. Shaxsan men bu qitimqi vaqt hukumatga o'zimni nomzod qilib ko'rsatmayman. Shu munosabat bilan hammangizlarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Allah bundan keyingi ishlarimizda yar ve yardımcımız olsun. Yaşasın Uyg'uriston Cumhuriyeti, yaşasın Uyg'uriston Cumhuriyetler Partisi, yaşasın büyük Uyghur milletinin ittifaqlığı. Köpçülük rahmet.